Salom do'stlar. Biz yana bir g'oyadan tayyor vositagacha bo'lgan videomizni taqdim qilamiz. Bu yerda biz klinik AI kalkulyatori g'oyadan tayyor vositagacha. Ya'ni bu yerda AI kalkulyator deganda aynan sun'iy intellekt ishlamasligi mumkin, lekin sun'iy intellekt yordamida yaratilgan dastur, ya'ni HTML fayl sizning cho'ntak yordamchingizga aylanadi. Bu sizga juda qulay, oson va mutlaqo tekin, ya'ni hech qanday xarajatlarsiz ishlatishingiz mumkin. Faqatgina uni bir marta sozlaysiz, bir marta ishga tushirasiz va kelgusida kerakli ma'lumotlarni qo'shib borishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda men hech qanday kod dasturini bilish shart emas. Bor yo'g'i tibbiy bosqichli muloqot sifatida va men bugun bor yo'g'i 20 ta dori vositasi bazasini oldim. Siz o'zingizda bor bo'lgan barcha dorilar yoki boshqa ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin va 100% tayyor bo'lgan HTML fayl. HTML fayl o'zi nima degani tushunchasi sizda paydo bo'lishi mumkin. HTML bu oddiy internet ma'lumotlarida qo'yiladigan asosiy sahifalar. Mana siz ko'rib turgan shu sahifaning o'zi ham bu HTML faylning ko'rinishi. Demak, yakuniy natija xuddi shunga o'xshash fayllardan biri bo'ladi. Keling, men sizga o'zim bir yaratgan mening yordamchi kalkulyatorimni ko'rsataman. Mana quyida ko'rib turganingizdek, menda klinik dori kalkulyatori sifatida nomlangan. Va bu yerda faqat tibbiyot xodimlari uchun bemor shaxsiy ma'lumotlari ID hech qanday so'rovnoma so'ralmaydi. Va bu yerda ko'rganingizdek bir nechta bo'limlar, kalkulyator, dorilar, dorilarni qo'shish bo'limi, import, export, bu yerda JSON fayllar, ya'ni sizda bor ma'lumotlarni qaytadan yuklash mumkin. Endi bu men o'zim uchun yaratgan dorilar ro'yxati. Bu yerda 92 tadan ortiq dorilar bor. Bularni yana bir bor tekshirib, qayta tekshiruvlardan o'tkazishim kerak. Har qanaqa tibbiy ma'lumot har doim 2-3 marotaba tibbiy tekshiruvdan o'tgani ma'qul. Ya'ni faqatgina sizning tekshiruvingizdan emas, do'stlaringiz, ya'ni shu sohaga taalluqli bo'lgan mutaxassislar bilan maslahatlashgan ma'qul. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu shakldagi programma desak ham bo'ladi. Faqat bu HTML fayl sifatida yaratiladi va buni siz erkin telefoningizda foydalanishingiz mumkin. Endi aynan xuddi shu shaklda chiqadi deya olmayman, chunki men bu yerda bir qancha boshqa ko'rsatkichlar bilan ishlaganman. Biroz murakkabroq. Siz keyinchalik o'zingizning kalkulyatoringizni xuddi shu ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Men sizga faqat sxema qayer darajada ishlanishini ko'rsatib beraman. Keling, demak, boshlaymiz. Bu yerda aytib o'tganimdek 6 bosqichli oddiy muloqot sifatida beramiz. Men ayrim texnik ko'rsatkichlarni tushuntirib o'tishga harakat qilaman, chunki ayrim terminlar bir oz sizga noma'lum bo'lishi mumkin. Agar siz dasturlashdan juda ham yiroq bo'lsangiz, agar dasturlashga birozgina qiziqqan bo'lsangiz ham, bu terminlar juda oson tushuniladigan holat. Lekin men harakat qilaman hammasini ketma-ket tushuntirib ketishga. Ana keling, bizda bir g'oya bor. Bu g'oya, demak, hozir sizga aytib o'tganimdek, menda shifokorlar uchun mening yordamchi sun'iy intellekt kalkulyatori deb nomlayapman, lekin bu yerda sun'iy intellekt yordamchi sifatida men dasturni yasab olishim uchun ishlatiladi, lekin undan keyingi bosqich tayyor bo'lgan HTML o'zi mustaqil lokal ishlaydi. Hech qanday internetsiz, hech qanday ma'lumotlarsiz. Ya'ni ma'lumot uning ichiga kirgiziladi. Endi ma'lumotlar ko'p bo'ladigan bo'lsa biroz qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin buni ham yechimi bor. Hozir sizga qay darajada bu osonligini ko'rsatmoqchiman. Mana aytib o'tdim, menda g'oya bor va men uni sun'iy intellektga oddiy til bilan tushuntirishga harakat qilaman. Men shifokorman, menda shunday g'oya bor. Klinikamiz va reanimatsiyamizdagi shifokorlar uchun 20 ta dori vositasining kalkulyator va ma'lumotnomasini yaratmoqchiman. Nimadan boshlashim kerak? Reja ber. Mana ko'rib turganingizdek, men oddiy savol, ya'ni o'zimni
bor bo'lgan oddiy savol beryapman va qanday boshlashim va rejani tuzib berishini so'rayapman. Keling, nusxalab oldik. Biz demak clouddan foydalanyapmiz. Mana jarayon boshlandi. Ko'rib turganingizdek, demak jarayon boshlandi. Aytib o'tganimdek, men bu sun'iy intellektdan foydalanishda tekin tarif rejasidan foydalanyapman. Bu yerda Sonnet 5 modeli ishlatilyapti. Bu albatta bizga yetarli bo'ladi. Ana endi ko'rganingizdek, bizga bir qancha savollar taqdim qilishni boshladi. Keling o'qib chiqamiz. 20 ta dori tanlash va ustuvorlashtirish. Ya'ni qaysi dori qayerda ishlatilishi, ko'rsatkichlarni ber degan ma'noda aytyapti. Va bu yerda endi juda uzundan uzun savollar. Keling, hammasini birdan ko'rishga harakat qilamiz. Demak, 20 ta dori tanlash, ustuvorlashtirish, ma'lumot manbalarini belgilash, ya'ni ma'lumotlar qayerdan olinishi kerak, qanday olinishi kerak, har bir dori uchun ma'lumot tuzilmasini loyihalash, klinik tekshiruv, ya'ni bu dorilar isbotlangan yoki isbotlanmagan, kalkulyatorni mantiqiy ishlab chiqish, sizga kerakli bo'lgan qismlarni taqdim qilish. Mana bu yerda masalan vazn asosida milligrammdan kilogramm hisoblash, buyrak funksiyalariga qarab, xavfsizlik choralariga qarab, sodda va tez interfeys yaratish. Bu birinchi bosqich sifatida baholanadi. Test qilish va xatolarni tekshirish, ya'ni bu biroz cho'ziladigan ish bo'ladi. Siz o'zingiz yaratgan ya'ni kichik dastur HTML faylni ma'lum bir qismini tekshirish uchun bir necha marotaba, ya'ni bir necha kunlar mobaynida ishlatishingiz kerak va joriy qilish, javobgarlik va yangilanish tizimi. Ya'ni bu hozir faqatgina o'zingiz uchun yaratilgan fayl bo'lganligi uchun mana bu qismlarni biroz keyinroq amalga oshirish mumkin. Agar sizga bu kalkulyatoringiz, ya'ni yon daftarcha sifatida aytsak ham bo'ladi, juda foydali ko'rinsa va uni juda ma'lumotlar ko'p yig'iladigan bo'lsa, albatta siz uni ma'lum bir tanishlaringizga yoki mutaxassislarga taklif qilib, bu narsadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi keling, men hozircha tayyor savolnoma sifatida bunga tayyorlab berganman. Shu bosqichlar asosida yuraveramiz va natijani ko'rasiz. Siz o'zingiz agar boshqa natija olmoqchi bo'lsangiz, bu yerdagi ma'lumotlarni qayta o'qib chiqib, har bir ma'lumotni o'qiganingizda sizda qandaydir fikr mulohaza keladi va qandaydir savollar to'plami yuzaga keladi. Men o'zim kalkulyator qilganimda oddiy tushuncha sifatida birlamchi kalkulyator yasaganimda mana oddiy savollar kelgan va men buni shu ko'rinishda yozib olganman va sizlarga taqdim qilyapman. Endi men asosiy vazifam bu yerda ham eslatib o'tilgan edi. Ma'lumot manbalarini belgilash. Undan tashqari klinik tekshiruv degan tushuncha bor. Bu haqiqatdan bu narsa tasdiqlangan, tasdiqlanmaganligini belgilash. Bu ham o'sha sun'iy intellektning xavfsizlik darajasiga e'tibor bermay qoladi, yolg'on ma'lumotlar to'plashi mumkin va men bu yerda shunday beramanki, men shifokorman va tibbiyotda sun'iy intellekt o'zidan dori nomi yoki doza to'qib chiqarishiga umuman ruxsat berilmaydi. Ya'ni hech qanaqa yolg'on ma'lumot bermaslik kerak, faqat rasmiy xalqaro va davlat bazalari. Men hozir bu yerda xalqaro bazalar, ya'ni bu yerda Food Dragon, ya'ni Amerika oziq-ovqat va dori-darmon ochiq tashkilotining ma'lumotlari, Sog'liqni saqlash tashkilotining anatomik va terapevtik kimyoviy bazalari asosida u yerda klassifikatsiyalangan, nomerlangan o'zini shtrix kodlari yoki ma'lum bir ko'rsatkichlari bilan belgilangan va bu demak Amerikaning milliy kutubxonasi bazalarini men bu yerga baza sifatida kirgizyapman va shu ma'lumotlardan foydalan va manba topilmasa halol qilib ma'lumot topilmadi. Ya'ni hech qanaqa ma'lumot topilmadi. Aytaylik, bu ma'lumotlar aynan biz bergan bazalarda yo'q. Ularni ma'lumot topilmadi sifatida
ro'yxatga kirgizib qo'yadi. Mana keling endi aynan shu suhbatimiz, bu kichik promptimizni chat oynasiga tashlaymiz va natijani ko'ramiz. Demak, natijamiz tayyor bo'lguncha keyingi bosqichimiz bu 3-bosqich. Men hozircha ro'yxatga 20 ta dori kiritganman. Sizda ro'yxatingiz bundan katta bo'lishi mumkin yoki siz doimiy ishlatib yurgan talabnomalaringiz bo'lishi mumkin va ular qandaydir fayl ko'rinishida bo'lishi mumkin. Siz to'g'ridan-to'g'ri fayllarni yuklab ham shunday ma'lumotlar olishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, men bu yerga mana 20 ta dori ro'yxatida dorilar ro'yxatini beryapman. Atropin, adrenalin, dopamin va hokazo qolgan dorilar bor va shularni berib, shu dorilar uchun rasmiy manbalardan, ya'ni oldingi promptda ko'rsatgan rasmiy manbalardan doza va ko'rsatmalarni top. Ya'ni aynan shu dorilar senda bormi? Agar bu dorilar aynan shu ma'lumotlar bazasida topilmasa, menga ma'lumot topilmadi degan shaklda beradi. Siz bu bazalarni boshqa o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni bizning o'zingiz ishlatadigan ma'lum bir kitoblar, uni o'qitib olishingiz mumkin. Ya'ni tasdiqlangan yoki Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan ayrim bazalar bor. Ularni qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Bu aynan shu 2 ta yoki 3 ta bazani qo'llash asos degani emas. Men endi ko'p holatlarda shulardan foydalanib turibman. Ularda ma'lumotlar aniq klassifikatsion berilganligi uchun sun'iy intellektlar bularni tartiblab olishi juda oson bo'ladi. Lekin bu ham muammo emas. Sun'iy intellektga berilgan har qanday ma'lumotni tartiblashga siz so'rasangiz, uni tartiblab ham beradi. Bizda keyingi bosqichlarda xuddi shu jarayonni ham o'tamiz. Keling, endi bizda nima bo'ldi? Mana ko'rib turganingizdek, barcha ma'lumotlar yig'ildi. Mana bu juda to'g'ri talab. Tibbiy vositada sun'iy intellekt hech qachon dori dozasini eslab qolgan bilimi asosida to'qib chiqarmasligi kerak. Hujjat tayyorlayman, lekin avval bitta muhim texnik noziklik aytib o'taman. Bu 3 manbaning har biri boshqa vazifa uchun mo'ljallangan va ular noto'g'ri ishlash xavfli bo'lishi mumkin. Demak, ba'zilarining bir-biriga nomutanosibligini yuzaga keltiryapti. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar uzatish mumkinligi haqida bizni ogohlantiryapti. Bu klinik doza tavsiya emas, balki statik o'lchov birligi. Buni hujjatga alohida og'riqlantish sifatida kiritaman. Tushunarli. Eng muhim nuqta 8-bandda bu qoidalar faqat sun'iy intellekt matn ko'rinishida berish yetarli emas. Real himoya kodi darajasida bo'lishi kerak. Raqamlar sun'iy intellekt aytib berishdan emas, API javobdagi aniq maydonda dasturiy o'qilishi kerak. Aks holda til modeli baribir xato qilib qo'yishi xavfi qoladi. Demak, o'zini xatolarini, ya'ni ayrim sun'iy intellektlarda shunday xatolik bo'ladi. Ular yolg'on ma'lumotlar. Umuman sun'iy intellektlarga bu juda xos bo'lgan xususiyat. Chunki ularning bazasida ma'lumotlar juda ko'pligi tufayli ular yolg'on ma'lumot uzatilishini ko'p kuzatiladi. Shuning uchun biz har doim cheklovlar qo'yishga harakat qilamiz. Demak, keling, yo'riqnoma tuzatildi. Har bir dorini hop, endi o'sha dorilarni qanday shaklda ruxsat etilgan, demak, manbalar, ularning haqiqiy vazifalari, dori ma'lumotlar yo'riqnomasi, manba asoslangan protokol. Sun'iy intellekt dori ma'lumotlar yo'riqnomasi, manba asoslangan protokol. Mana ko'rib turganingizdek, o'ziga maqsadlar, ruxsat etilgan manbalar, ularni o'zi ajratib oldi, o'zi qilyapti. Biz faqatgina so'rovlar yuboryapmiz. Hech qanaqa ma'lumot hali kirgizganimiz yo'q.
bu o'ziga maxsus yo'l xaritasi tuzib oldi. Ana endi keling biz o'zimiz aytgan dorilar ro'yxatini beramiz. Men shuning uchun ham 20 ta dori vositasi tanlab olishga harakat qildim. Sababi agar bundan ortiq dori bo'ladigan bo'lsa, uni o'qib chiqishga juda ko'p vaqt ketadi va manbani qayta-qayta tahrirlash kerak bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun hozir men sizlarga ko'rsatish uchun 20 ta manbadan foydalanyapman. Mana shu joyda, mana bu joyini aytdim. Shu dorilar uchun mana shu so'rovimizda mana bu qismi aytib o'tildi. Shu dorilar uchun rasmiy manbalardan, ya'ni biz ko'rsatgan manbalardan doza va ko'rsatmalarini top. O'ziga yo'l xaritasi qilib olgandan tashqari, ana endi bularni xuddi shu ko'rinishda o'ziga qisman tartiblab oladi va kichik bazani yaratadi. Ana endi keling bu bazani yaratguncha keyingi bosqichga nazar tashlaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir bosqichimiz oddiy savollardan iborat, oddiy suhbatga o'xshaydi. Hech qanaqa murakkablik yo'q. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa ayrim bazalarni bilish, dorilar ro'yxati sizda bo'lishi. Bu har bir kasb egasining o'zining mutaxassisligiga qarab kerakli baza va kerakli dorilarni taqdim qilishi mumkin. Endi ma'lumotlarni klassifikatsiyalash. Bu ham oddiy o'zbekcha so'rov orqali, ya'ni oddiy savol-javob sifatida mana bu yerda ko'rib turganingizdek shifokor Jeyson yozishni bilishi shart emas. Ya'ni bu nima degani? Jeyson bu dasturlar o'qiy oladigan tizimli ma'lumotlar formati. Ya'ni oson, yengil u yerdan ma'lumotlarni tortib oladi yoki u yerga joylashtirishi mumkin bo'ladi. Bu juda qulay bo'lgan sxematik, qo'pol qilib aytganda sxematik daftarcha, mana shunday deb ifodalaylik. Ya'ni u har qanaqa fayllarni oson o'qishga va ularni tartibga solishga juda qulay bo'lgan sxemalarda ko'rinadi. Aytib o'tganimdek, ayrim texnik so'zlar, mana Jeyson, hali yana ayrim holatlar bo'ladi. Texnik so'zlarni bilmasligingiz mumkin. Men shuning uchun bu promptlarni albatta Telegram kanalda va boshqa joylarda ma'lumot sifatida qoldirib ketishga harakat qilaman. Ya'ni bu promptlarni yengil o'zingiz foydalanib, o'zingiz o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni JSON fayllar nimaligini bilmasangiz ham, ular bizga kerakligini bilsangiz, shuni o'zi yetarli. Agar biroz qiziqsangiz, bu qanday ishlashini kichik ma'lumotlarda o'qib ko'rishingiz mumkin. Oddiy qilib tushuntirganda, hozirgi aytgan gapim dasturlar o'qiy oladigan tizimli ma'lumotlar formati bo'ldi. Boshqa hech narsa emas. Mana bizga qulay bo'lgan doc format, ya'ni Word format deyiladi. Mana biz uni yengil o'qiymiz. Dasturlar uchun mana shunday boshqa formatdagi ko'rinishdagi ma'lumotlar bazasi sifatida namoyon bo'ladi. Mana bu yerda men dasturchi emasman. Menga shu 20 ta dorining ma'lumotlarini quyidagi tartibda aniq ajralib turishi kerak. Dori nomi, ATC, ya'ni bu Amerika Sog'liqni saqlash tashkilotining anatomik, terapevtik, kimyoviy kodlari bazasi kodi bor. Aynan shuni ber degan ma'noda aytyapman. Dozalari, ya'ni kattalar, bolalar yoki milligrammdan kilogramm. Qarshi ko'rsatmalari red flags, ya'ni manba red flags, ya'ni xavfli zonalarni sifatida beryapman. Manbasi va statusi. Statusi qanday tasdiqlanadi? Status boya aytib o'tganimdek, bizda ma'lumotlar baribir yig'ilganda tibbiy ma'lumot bir necha marotaba tekshiruvdan o'tish kerak. Bir necha mutaxassis tekshiruvdan o'tgandan keyin buni tasdiqlab qo'yishingiz mumkin. Va
sen o'zing buni dastur va HTML kalkulyator o'qiy oladigan JSON sxemaga o'tkazib ber. Ya'ni men buni kitobchasini yaratib ber. Ya'ni sendan o'qa oladigan boshqa ma'lumotlar sifatida yaratib ber degan ma'noda yaratdim. Endi keling, mana ko'rib turganingizdek 20 ta dorini ro'yxatini chiqardi. Faqat bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Pramidol ma'lumot topilmadi. Qayerda topilmadi? Ko'rishimiz mumkin. AQShda ro'yxatdan o'tmagan, tibbiy ishlatilishi taqiqlangan. Shuning uchun OpenFCA va qolgan ma'lumotlar, qolgan bazalarda ham ma'lumotlar yo'q. Demak, adrenalin, atropin, dopamin hammasi bor, juda yaxshi. Pramidol juda ajoyib, ma'lumot topilmayapti. Propofol bu bor. Qolgan deyarli hammasi Efilin demak topildi, lekin AQShda hozirda sotuvda yo'q. Bozordan chiqarilgan. Yuklama dozasi 507. Tushunarli. Bizda hali bor bu narsa ishlatilyapti. Demak, bitta dorimiz topilmadi, mayli bazadan chiqarib yuboriladi. Mana bu yerda muvofiq ochiq e'lon qilingan holat Pramidol, demak AQShda rasmiy dorilar bazasida Food Dragon'da va Delamed umuman topilmadi. Chunki bu dori AQShda tibbiy foydalanish uchun ro'yxatdan o'tmagan. Avvalgi yo'riqnomaning 5-bandiga muvofiq o'ziga yo'riqnoma, ya'ni yo'l kartasi qilgan edi. Biz ham aytib o'tgan edik, ma'lumot topilmaganligini aytib mana ko'rib turganingizdek ma'lumot topilmadi. Va bu yerda mana ringe eritmasi va natriy xlor. Bular aniq milligrammdan kirgan formulasiga ega emas. Food Dragon assotsiatsiya labeli bu ikkalasi uchun ham yosh, vazn va klinik holatga qarab individual belgilanadi, deydi. Har bir ma'lumotni o'ziga va bizga to'liq qilib bergan. Mana endi keling, keyingi biz aytib o'tgan JSON faylni yaratishga harakat qilamiz. Jarayon boshlandi. Undan keyingi bosqichimiz mana aytib o'tganimdek, demak MVP xom HTML yaratish, ya'ni birinchi V1 bu birinchi versiyasini demak 5-bosqich bu V1 ya'ni birinchi versiyasini yaratish, MVP xom HTML faylni yaratish. Ya'ni bu nima degani? MVP bu minimum viable product, ya'ni oddiy ishlaydigan kichik versiyasi sifatida, kichik dasturcha sifatida HTML ko'rinishda yaratib ber deyiladi. Ya'ni nega aynan HTML? HTML tez yaratiladi va uni tekshirish va uni qo'llash juda oson. Agar testlardan o'tadigan bo'lsa, uni tayyor produktga aylantirish osonroq. Ya'ni HTML faylini qayta-qayta tahrirlash bu juda qulay va o'qishga oson bo'lgan fayllardan biri. Dasturchilar buni yaxshi bilishadi. To'g'ri, endi hozirgi kunda Python dasturidan foydalanyapti, lekin shunda ham HTML vizual ko'rinishi juda chiroyli va o'qishga oson bo'lganligi uchun mana shunday kichik dasturlar yaratishda juda qo'l keladi va men doim shundan foydalanishga harakat qilaman. Aytgancha HTML mana hozir siz ko'rib turgan, aytib o'tganimdek, mana shu sahna, ya'ni page xuddi HTML fayl. Men buni sun'iy intellekt yordamida yaratganman. Ko'rib turgan juda ajoyib, chiroyli. Bu orqali siz slaydlar ham qilishingiz mumkin. Bu juda ajoyib. Ya'ni slaydni faqat prezentatsion slaydlarni faqatgina Word dasturlarida, ya'ni dokumentlar shaklida yaratish, prezentatsion fayllar shaklida yaratish shart emas. Hozirgi kunda HTML fayllar sifatida yaratish bu juda ajoyib.
Men hozir scroll rejimida, ya'ni tepadan yuqori, yuqoridan pastga qarab o'tadigan fayl sifatida yaratganman. Buni men har birini alohida page sifatida yonga o'tishini ta'minlaganimda edi, xuddi doimiy biz o'rgangan slaydlar shakliga kelishi mumkin edi. Mana ko'rib turibsizmi? HTML faylni juda ko'p foydalanish mumkin, ko'p joyda qilinishi mumkin. Aytib o'tganimdek, buni tahrirlash juda oson, u bilan ishlash oson va aynan HTML fayllar bilan sun'iy intellektlar ham juda yaxshi ishlaydi. Keling, 5-chi demak, kichik dastur HTML faylni yaratishda biz qanday kichik prompt beryapmiz. Ushbu baza, hozir bizda baza yaratilyapti. Ushbu baza va formula asosida menga birinchi xom MVP HTML faylni yarat. Faqat demak tana massasini qo'shyapman. Creatinine clearance va mikrogramm kilogramm arifmetik hisoblaydigan sodda kalkulyator bo'lsin. Mana ko'rib turganingizdek, biz 5-bosqichni o'zida tayyor kalkulyatorga o'tyapmiz. Faqat bu yerda JSON faylni yaratish va ma'lumotlarni o'qish bilan shug'ullanyapti. Bunga bir qancha vaqt kerak. Kutib turishga harakat qilamiz. Biroz texnik cheklov qo'yildi, ya'ni cloud tomonidan. Bu bizda free versiya bo'lgani uchun bir nechta chuqur fayllarni o'rganish mobaynida bizning tokenlarimiz yetmadi va bizga limit qo'yadi. Yagona manfiy tomonlardan biri bu free versiyalarda men juda ko'p ma'lumotlar so'raganman. Bu ma'lumotlarni o'rganib chiqish mobaynida uning tokenlari sarfi juda yuqori bo'ladi. O'ylaymanki, limitimiz endi yetadi. Davom etamiz shu joydan. Cloudda biror bir chat oynasi ochganingizda o'zi faqatgina tayyorlash bosqichi qolgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, dorilar ma'lumotlarini JSON fayl shaklida tayyorlab berdi. Buni agar xohlasangiz o'zingiz uchun Excel fayl sifatida tayyorlab ber desangiz, Excel fayl sifatida ham tayyorlab beradi. Ko'rsatishim mumkin. Unaqa qiyin ko'rsatkichlar yo'q. Bu o'sha boshqa bir programmalar yoki dasturlar uchun kerakli ma'lumotlarni biz aytadigan bloklarga bo'lib chiqadi va oson topib oladi. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, ID, o'sha IDda kerakli nom, bu o'zbekcha nom sifatida name uz, name intel va kodlari va statusini berib ketgan. Har bir o'sha dori uchun alohida ko'rsatkichlarni belgilaydi. Hammasi uchun shu. Mana ko'rib turganingizdek, indication yurak to'xtashi, demak har birini ma'lum bir parametrlarga bo'lib chiqqan. Mana pediatrik, ya'ni ko'p holatlarda umuman olganda agar siz dasturlash bilan qisman qiziqadigan bo'lsangiz, mana bunday programmalar yoki o'sha JSON fayl va HTML fayllarni yengil tayyorlashingiz mumkin. Bu yerda qiyinchilik yo'q. Deyarli hammasi ingliz nomlari bilan nomlanadi va ular tushunarli holatda, hech qanday qiyinchilik tomonini men ko'rmaganman. Endi dasturlashga biroz qiziqqanim uchun bu yerda men deyarli tushunadigan narsalar, qaysi fayl qanday o'qilishini menga aynan qizig'i yo'q. U menga asosiy parametrlarni ajratib bersa bo'ldi. Keling endi, demak biz 5-bosqichga kelgan edik. Demak tayyor JSON faylimiz bor va biz kichik birlamchi MVP HTML faylni yaratishni boshlaymiz. Buning uchun buni yopib turamiz va ushbu baza, demak bu baza bizda JSON baza va formula asosida menga birinchi xom MVP HTML faylni yarat. Faqat demak aytib o'tganimdek tana massasi, creatinine clearance, milligrammdan kilogramm arifmetik hisoblaydigan sodda kalkulyator bo'lsin. Demak jarayonni biroz kutib turamiz. Undan keyingi bosqichimiz demak 6-yakuniy mukammal vosita. Endi
men hozir tushuntirish uchun buni mukammal deb beryapman. Siz bunga yana qo'shimchalar qo'shishingiz mumkin. Birlamchi HTML fayllar yaratilganda, siz kundalik ishlatishingiz kerak bo'lgan, sizga qulay bo'lgan tomonlarni ko'rmasangiz, mana bu ikkinchi versiyada shuni kirgizib o'tishingiz kerak. Yoki ikkinchi versiya tayyorlangandan keyingina keyingi bosqichlarda, ya'ni 3-chi, 4-chi va yakuniy versiyalar sifatida siz o'zingiz berib ketishingiz mumkin. Sababi har bir tayyorlanayotgan HTML yoki programma shunday bosqichlardan o'tadi. Birlamchi bosqichi, undan keyin ikkilamchi versiyalari, testirovkaga tayyorlanish, testdan o'tish bosqichlari va testdan o'tgandan keyin asosiy yakuniy programma sifatida yakuniy programmaning o'zi ham bir necha relizlarda bo'lishi mumkin. Ya'ni test qilingandan tashqari uni ishlatuvchi, demak, vosita sifatida ishlatuvchi inson yoki boshqa bir programmaga yetib borganda u yerda ham o'zini xatolari chiqadi. Misol uchun siz yaratgan biror bir o'zingizga qulay bo'lgan kalkulyatorlar yoki boshqa bir vositalar yaratganingizda, misol uchun menda yaxshi chiqmadi, nimasidir kam degan fikr uyg'onmasligi kerak. Shu bilan bunday programmalar yaratish yoki o'zingiz uchun kerakli bo'lgan kichik dasturlar yaratish mana shu bilan qiziq. Ya'ni siz ishlatasiz va sizning xohishingiz borgan sari oshib boradi. Bu joyda mana bu kam, bu joyda buni qo'shishim kerak, bu joyda bu ortiqcha degan fikrlar uyg'onadi. Va buni sekinlik bilan kuchaytirish yoki boshqa versiyalarda namoyon qilish yoki ko'rinishini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun birlamchi o'rganishda HTML fayllar bu endi hozir men shifokorlar uchun yordamchi fayl sifatida yaratyapman. Siz xuddi shu holatni o'zingizga qilishingiz mumkin. Endi agar siz shifokor bo'lmasangiz yoki boshqa bir mutaxassislik yoki IT yo'nalishi bo'yicha shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz uchun ham bu foydali ma'lumot hisoblanadi. Chunki birlamchi HTML fayllar bu asos sifatida olib, ularni sekinlik bilan kuchaytirib borasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan relizni yuzaga chiqargandan keyin natijani to'liq boshqa turdagi programmalar shakliga o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Keling endi jarayonni mana tayyor bo'libdi. Demak, va MVP demak kichik dasturli faylimiz kalkulyator paydo bo'ldi. Faylni oching, brauzerda to'g'ridan to'g'ri ishlaydi, internet shart emas, hech qanday tashqi kutubxona ishlatilmagan. Telefonda ham ochiladi. Mana ko'rib turganingizdek, hozir men buni kattaroq qilaman. Mana birlamchi HTML faylimiz tayyor. Bu kalkulyator, biz bergan ko'rsatkichlar bor. Bu yerda shunday ogohlantirish beryapti. Bu birinchi xom MVP, ya'ni hali birinchi versiyalari. Biz umuman ko'rinishini, boshqasini ko'rishimiz mumkin. Mana, demak, tana massa indeksi vazn va bo'y asosida bu yerda aytaylik, mana o'zi ko'rsatib bergan 70-170 ko'rsatkichini belgilasak, mana sizga tana massa indeksini chiqarib beradi. Kreatinin clearance buni bizda nefrologlar va transplantologlar, shu bilan birga reanimatsiyada ishlaydigan mutaxassislar uchun juda kerakli bo'lgan ko'rsatkichlardan biri. Biroz bizda bu narsa kam qo'llaniladi, lekin ko'rsatkich juda aktual bo'lgan analizlardan biri hisoblanadi. Agar siz shifokor bo'lib yoki reanimatsiyada ishlab yurgan bo'lsangiz, mana shunday ko'rsatkich agar ishlatmagan bo'lsangiz, bu bilan qiziqib ko'rishingiz mumkin. Bu juda kerakli ko'rsatkichlardan biri. Undan keyin bu ham ishlaydi. Mana aytaylik 55, 70, zardob 2 deylik. O'rta past, mana bu yerda ko'rib turganingizdek formula qandayligini ham berib ketgan. Bundan tashqari mana hozir bizda sarg'ish rangda ogohlantirish sifatida chiqyapti. Sal pastroq ko'rsatkich deb. Demak, bu yerda bir yozadigan bo'lsak, demak yengil past, agar 5 yozadigan bo'lsak, og'ir pasaygan. Ya'ni bizda o'sha clearance hajmi juda pasayib ketganligini birdan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu juda yomon holat. Buni ko'rishingiz mumkin, buyrak yetishmovchilik holati. Ya'ni clearance miqdori 8 ml daqiqada bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rsatkichlarini o'zgartirishingiz mumkin. Kreatinin birligida negadir
normal ko'rsatkich berayapti. Mana ko'rdingizmi? Men ham ayrim joylarda adashishim mumkin, lekin bunday chiqish kerak emas edi. Demak, buyrak yetishmovchiligi milligrammdan detsilitr bo'lganda kam deb berayapti. Biz kreatinin birligini o'zgartiryapmiz-ku. Zardobdagi kreatinin birligi mana bunga tegishli bo'lgan ko'rsatkich edi-ku. Agar buni 150 qiladigan bo'lsam, mana ko'rsatkichimiz o'zgaradi. Bu yerdagi zardobdagi kreatinin, ya'ni laboratoriyangizda qanday keladigan bo'lsa, o'shani kirgizishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Demak, dori doza yoki birliklari qo'lda kiritish, biz kirgizgan dorilar ro'yxati bor. Juda ajoyib, har birining normalarini ham kirgizib o'tgan. Mana sizga kerakli bo'lgan dozani tanlab olishingiz mumkin. Mana. Yoki undan tashqari erkin foydalanish, agar sizda bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz aytaylik birlik sifatida 2 beradigan bo'lsangiz, dorilarni dozasini yozadigan bo'lsangiz, ya'ni milligrammdan kilogramm yoki grammdan kilogramm dorilarni o'zining birligini shu yerda yozsangiz, to'g'ridan-to'g'ri sizning doringizni ham bu yerda hisob-kitobini qilib beradi. Ya'ni bu aynan bir doriga emas, sizning qo'lingizda bor dorining instruksiyasi asosida ham bu hisob-kitobni qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ajoyib. Mana ko'rib turganingizdek, bu qulay, hech qanday internet talab qilmaydi va buni tayyorlash uchun bizga birgina savol-javob shakli va AI kerak bo'ldi. Faqatgina endi clouddan foydalanganimiz uchun, keling hozir buni yopib turamiz. Clouddan foydalanganimiz uchun uning limitlari biroz yetmasligi tufayli cheklov qo'yildi. Bu cheklov endi hammada har xil chiqadi. Ishlatishingizga qarab, agar ko'p ishlatgan bo'lsangiz, unda cheklov 1-2 kunga cho'zilishi mumkin. Menda 4,5 soat cheklov qo'yildi. Umuman olganda, agar shu vazifa bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bir kunda bitta dastur o'zingizga bemalol yasay olasiz, hech qanday qiyinchiliklarsiz. Keling endi 6-bosqich, bu versiya, 2-versiya sifatida bu yerda endi biroz chiroyli shaklda keltirishga harakat qilamiz. Ya'ni har bir bizga beriladigan javoblarni ma'lum bir ko'rinishda, yashil tavsiyalarni alohida ko'rinishda, cheklovlarni alohida ko'rinishda bizga chiqarib ber degan ma'noda promptlar, ya'ni biz oddiy savol beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda endi tayyor promptimiz oxirgi 6-bosqich uchun endi birinchi kalkulyatorni kuchaytirib, mukammal 2-versiyaga aylantir. Har bir dori uchun to'liq dori kartasi va qidiruv bo'lsin. Vizual ranglar, tavsiyalar va qo'llanish yashil blokda, qarshi ko'rsatmalar va xavfli red flags qizil blokda belgilansin. Yangi dori qo'shish va 100% offline saqlash bo'lsin. Mana bu yerda yangi dori qo'shish, ya'ni siz o'zingiz yangi dori qo'sha olasiz va ularni to'liq ma'lumotlarni kirgizadigan bo'lsangiz, mana biz hozir 20 ta dori qilgan bo'lsak, demak u yerga qo'shilib boradi. Aytaylik, siz kundalik ishlatib yurgan dorilaringiz har kunligini qo'shib borishingiz mumkin va natijada sizda 3-4 oy mobaynida deyarli 300-400 dan ortiq dori vositasi to'planishi mumkin. Faqat biroz vaqt ketadi. Agar unday xohlamasangiz, unda hozirgidek JSON fayllar sifatida yangilab, uni yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni siz o'zingizni HTML programmangizni berasiz va JSON faylingizni berib, shunga kirgizib ber. Oddiygina, ya'ni menda tayyor kalkulyator bor, buni bazasini yangilamoqchiman. Menda yangi baza bor deb turib, o'zingizni doringizni yoki talabnomangizni Word, Excel yoki PDF shaklida berishingiz mumkin va bu ma'lumotlarni sizning kalkulyatoringizga qo'shib beradi. Bu juda oson. Hozirgi kunda, demak, sun'iy intellektdan faqatgina savol-javob, so'roq sifatida foydalanmasdan mana shunday foydali natijalarni olish, sizga kerakli bo'lgan elementlarni tayyorlash mumkin. Keling, endi oxirgi versiyani tayyorlashga urinib ko'ramiz. Mana bu yerda
mahsulot evolyutsiyasi, ya'ni birinchi xom versiya bizda umuman sun'iy intellekt qanday vosita yaratyapti sifatida biz hozir ko'rib o'tdik buni. Ana endi bizga bu xom shakldan murakkabroq bo'lgan shaklga o'zgartirish imkoniyatimiz bor edi. Men tayyor promptlardan, ya'ni o'zim ko'pincha bu promptlardan foydalanaman, faqat bu yerga ayrim qo'shimchalar kirgizishim mumkin. Menga kerak bo'lgan ko'rsatkichlarni doim birlamchi tayyorlangandan keyingina ko'zga tashlanadi. Ya'ni birlamchi xom mahsulot, birlamchi HTML element tayyorlandi va men uni ko'rdim. Menga qaysidir qismi yoqdi, qaysidir qismi yoqmadi. Aytaylik, katta kichikligi, ularni ham o'zgartirishingiz mumkin yoki bloklarni joyini o'zgartirishingiz mumkin. Hozir bizda scroll versiyada paydo bo'ldi, ya'ni tepadan pastga shakldagi forma bo'ldi. Xohlasangiz ularni har birini bitta yagona ekranda joylashgan holatda qilishingiz mumkin. Bunda biroz kichikroq bo'lib qoladi. Telefondan foydalanishda mana shunday scroll versiyadagi HTML fayllar juda qulay. Umuman olganda birinchi versiyadan keyingi versiyalarga o'tish bu sizning o'zingizga yoqqan yoki biror bir istagingiz orqali o'zgartiriladi. Mana hozir tayyorlanyapti. Men nimani kutyapman? Sodda hisob-kitob, demak, birinchi xom versiyamda sodda hisob dvigatellari bor edi. Bu yerda tana massasi indekslardan tashqari yana boshqa ko'rsatkichlarni men berib ketganman. Demak, bular bo'lgan. Creatine clearance bor edi, sodda hisob-kitob arifmetik bor edi. Dori kartalari va qidiruv, menda qidiruv oynasi yo'q edi. Vizual rang tavsiya, bu ham yo'q edi. Faqatgina vizual rang tavsiya bor edi. Bu creatine clearance'da xavfli zonani ko'rsatib bergan edi. Endi keling, aytgancha men creatine clearance'ning xavfli zonasini kiritib ber degan tavsiya bermagan edim. U o'zi bu narsani qilgan. Chunki ko'p ma'lumotlarni o'rganganda bu narsa muhimligi birdan ko'zga tashlangan va buni u majburan o'zi kirgizgan. Endi men kutayotgan narsa to'liq ikkinchi full versiyamda nima bo'ladi? Demak, barcha klinik kalkulyatorlar jamlanadi. 20 ta dori uchun to'liq ma'lumotnoma yig'iladi va yashil blok, qizil bloklar ajratiladi va 100% offline local stores rejimda ishlaydi. Va undan tashqari mana bu yerda biz hozir promptda buni berdik, lekin import exportni bermadik. Uni qo'shishimiz mumkin. Bizda aytib o'tib JSON fayllarni import va eksport qilish imkoniyatini yaratib ber desak, mening birlamchi faylimda yaratilgandek bo'ladi. Mana dori qo'shishdan tashqari import export varianti yaratilishi mumkin. Men bu yerda qanday qilganman? Birlamchi JSON faylni yarataman va kerakli exportni bossam, bu yerda kerakli bo'lgan menga yangi ma'lumotlar qo'shiladi. Aytgancha, JSON fayllar har xil shaklda yaratilib qolishi mumkin. Sizning shabloningizga tushmasligi mumkin. Buni oldini olish uchun birlamchi eksport qilib olinadi va shu shakldagi JSON fayl yarat. Ya'ni men export tugmasini bossam, mana bu yerda JSON fayl mendagi bor bazani yuklaydi va men shu bazani sun'iy intellektga qo'yib, o'zimdagi bor ma'lumotlarni Word yoki PDF shaklida berib, menga shu Word yoki PDF shaklidagi dorilarni xuddi shu shablon JSON shaklda yaratib ber deyman va bu holat yaratiladi. Ana undan keyin xuddi o'sha yaratilgan yangi JSONni import shaklida yuklab olaman. Faylni tanlang. Demak, bu yerda fayl tanlash tugmasi bor. Keling. Biroz chuqurroq o'ylanyapti. Tushuntirish uchun biroz murakkabroq, ko'proq talab qo'yibman. Shuning uchun biroz ya'ni birlamchi JSON faylim yaratilishi mana ko'rib turganingizdek har bir dorini bir nechta ma'lumotlardan qidirib ko'rishga harakat qilgan. Cloudning yaxshi va yomon tomoni mana shu yerda. Cloud ko'pincha ma'lumotlar qidirayotganda keragidan ortiq bo'lgan ma'lumotlarni ham ko'rib chiqishga harakat qiladi. Bu bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Chunki sizning agar tokenlaringiz kam bo'lsa, uni behudaga sarflab qo'yish imkoniyati bor.
Lekin ayrim payti kichik zaproslarda, ya'ni kichik so'rovnomalarda Cloud buni shuning uchun chiroyli, mantiqli shaklda yaratib berishi ma'nosi ham shunda. U bir nechta ma'lumotlarni o'rganishga odatlangan, ya'ni uning algoritmi shunaqa tuzilgan. Siz bitta savol berasiz, u bir nechta ma'lumotlarni ko'tarib sizga eng ma'qulini yaratib berishga harakat qiladi. Bir tomondan bu yaxshi, ikkinchi tomondan bu yomon. Siz bergan talablardan tashqari yana ayrim narsalarni qidirishi bu tokenlar sarfiga olib keladi. Mana shuning uchun ham bir nechta cheklovlar qo'yilsa, bu narsani kamaytirish mumkin. Endi bu men tushuntirish maqsadida qilyapman. Menda boshqa sun'iy intellektlardan ham foydalanaman. Bularni keyinchalik ham ko'rsatishim mumkin. Ularda harakatlar biroz ko'proq bo'ladi. Aytaylik, Queen sun'iy intellekti hozirgi kunda tokenlarni miqdori bo'yicha, ya'ni free versiyasida tokenlar miqdori bo'yicha ancha yuqori. Uning ochiq versiyali relizlari ham bor, lekin unga juda ko'p miqdordagi xotira kerak bo'ladi. Shuning uchun hozircha eng qulaylaridan biri bu Gemini, Cloud va ChatGPT bo'lib qolmoqda. Mana yana bir bor bizga limit qo'ydi. Demak, 5 soatlik limit. Keling qarab o'taylik, balki yo'q, bo'lmadi. Demak, bizga yana 5 soatlik limit qo'ydi. Texnik cheklovlar demak amal qilmoqda. Aytib o'tganimdek, men juda ko'p narsa talab qilgan edim. Ayniqsa mening bazamni yaratilishga ko'p miqdorda tokenlarni sarflab qo'ygan. To'lov qilish menga shart emas, faqatgina kutib turaman. Aytaylik, hozir kunduzgi 5:20 da demak limitlar ochilishi bo'ladi. Videomizni keyinchalik davom ettirishimiz mumkin, xuddi undan oldingi safargi kabi. Demak, faqatgina davom etamiz degan yozuv yoziladi va ana shu joyidan buning xotirasi bor. Shu joydan davom etib bizga tayyor relizni taqdim etadi. Hop, texnik uzilishdan keyin cheklovimiz to'xtagan. Mana biz yana bir bor davom etish buyrug'ini beramiz va bizda deyarli tayyor bo'lgan kalkulyator bor. Umuman olganda Cloudda men shu narsani sezganmanki, bu Cloud yana bir yomon tomonlaridan biri. Deyarli oxirigacha qandaydir vazifani tayyorlaydi va sizga aynan o'sha maqsadingizga yaqinlashganingizda o'sha cheklovlarni qo'yishni juda yaxshi ko'radi. Ya'ni uning algoritmi shunaqa tuzilganki, bu sizni qo'shimcha to'lov qilishga undaydi. Mana ko'rganingizdek, bizda deyarli tayyor bo'lgan edi, lekin u cheklovingiz bor deb bizga cheklov qo'ydi. Hozir davom etishni boshlashim bilan menga tayyor kalkulyator HTMLni yaratib berdi. U o'zi umuman qilib bo'lgan edi, lekin vazifani o'zi uchun tugatib olib, uni o'zining bazasida ushlab turdi va bizga cheklovdan keyin taqdim qilyapti. Mana yangi ko'rib turganingizdek, har bir dori demak klinik tasdiqlash talab etiladigan yozuvimiz bor. Buni yana bir bor shifokorlar bilan kelishgan holatda yoki o'zingiz aniq ma'lumotlar bo'lsangiz hammasini demak hammasini tasdiqlangan holat, draft holatdan, ya'ni tekshirilgan holatga o'tkazishingiz mumkin. Mana biz aytib o'tgan yangi dori qo'shish tugmasi paydo bo'ldi. Kerakli dori qo'shiladi, xalqaro nomlar, klassifikatsiya bo'yicha raqami, uning demak dozalari, umuman ma'lumotlari bo'lsa, qolgan ma'lumotlarni ham qo'shish mumkin va undan tashqari men aytib o'tgan demak JSON fayllarimiz, ularni zaxiradan tiklash yoki zaxira nusxa olib qo'ysangiz, boshqa bir dastur yaratganingizda bu narsani yuklashingiz va shu bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi.
Xuddi shu tariqa mana bu yerda agar sizda baza o'chib ketadigan bo'lsa, sizda JSON fayl bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa JSON fayl yaratgansiz, u yerda ko'plab dorilar bor deylik va siz uni yuklashingiz mumkin. Yo'q. Demak, dorilar nomi bo'yicha qidirish, kalkulyator, dorilarni qidirish. Deb o'tganimdek yana bir bor eslataman. Har bir dastur sekinlik bilan xatolari aniqlanib borgan sari uni kuchaytirib boriladi. Asosiy ma'no va mantiqiy yechim mana shu yerda. Siz ketma-ket o'zingiz xohlagan narsalarni birlamchi g'oyangizni berasiz. Undan o'zidan kerakli ma'lumotlarni so'rab olasiz. U orqali siz birlamchi to'g'riroq prompt yaratgan holatda ma'lumotlarni tartiblash yo'liga o'tasiz. Ma'lumotlar tartiblangandan keyin birinchi kichik HTML fayl yoki biror bir kichik loyiha yaratasiz. Bu loyihangiz yoki programmangizni birlamchi kuzatuvdan o'zingizni testingizdan o'tkazasiz. Vizual va amaliy qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqasiz, nimalar yetmayotganligini o'zingiz uchun his qilasiz va o'sha narsani siz oddiy so'rov orqali so'raysiz yoki yanayam aniqlashtirib olasiz. Aytaylik, menga aynan hozir zaxiradan tiklanish fayllari ishlamadi. Men yana bir bor urinib ko'rdim, bu ham bo'lmadi. Nega bunday xatolik bo'layapti? Buni aniqlash yo'li, o'zi umuman olganda zaxiradan tiklashda faqatgina JSON fayllar ishlatishim mumkinmi yoki Word, PDF fayllarni ham ishlatishim mumkinmi degan so'rov yuborishingiz mumkin. U sizga kerakli ma'lumotlarni kerakli qismlarga bo'ladi va qanday yechim qilish kerakligini birlamchi taqdim qiladi. Ularni o'qib chiqqan holatda siz undan keyingi xulosalarga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bir necha bor cloudda uzilishlar, ya'ni texnik cheklovlar bo'lganini ko'rdingiz. Nega aynan men bunday texnik cheklovlarni ko'rsatib qilayapman degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Men hozir sizga boshqa bir akkauntim orqali bu narsani qisqa va bu yerda ko'rganimizdek mana bu yerda modeli Sonnet 5 edi. Mana ko'rib turganingizdek keyingi modellar bu to'lovli Pro versiyalarda bor deb berayapti. Aytaylik, men boshqa bir akkauntim orqali Pro versiyalarni ishlatib sizga juda qiziqarli, juda tez tayyor bo'ladigan HTML faylni ko'rsatishim mumkin edi. Lekin siz keyin o'zingiz bu narsani qilishga uringaningizda mana shunday holatlar, noxushliklar yuzaga kelganda sizda ikkilanish bo'ladi. Negadir menda bu narsa hosil bo'lmayapti, menda cheklovlar bo'layapti degan xato xayoliga borgan bo'lishingiz mumkin edi. Shuning uchun men oddiy free versiyadan foydalangan holatda bu narsani tayyorlashni sizga ko'rsatib berdim. Keyinchalik yana bir narsani eslatib o'tay. Sun'iy intellektlardan foydalanishda asosiy ma'no ularning tokenlar sarfini imkon qadar tejamkor ishlatishga. Buning eng oson yo'li bir vaqtning o'zida bir nechta sun'iy intellektlardan foydalanish. Siz o'zingiz uchun yaratib olishingiz kerak. Qaysidir sun'iy intellekt siz uchun xayollarni bir joyga to'plash, ularni tartiblash. Aytaylik, qaysidir sun'iy intellekt kodlar yozish bilan shug'ullanishi mumkin, qaysidir sun'iy intellekt ularni tekshirish bilan shug'ullanishi mumkin. Men har doim shunday qilaman. Ya'ni menda aytib o'tganimdek, demak, ChatGPT, Gemini, Cloud, Queen, Kimi, Minimax mana shunday bir qancha sun'iy intellektlardan foydalanaman. O'ylaymanki, endi siz HTML fayllarni yaratish, ularni tahrirlash, ular bilan qanday ishlash kerakligini qisman bo'lsa ham tushundingiz. Siz bilan
keyingi videolarda bundanda murakkabroq narsalarni yaratishga harakat qilamiz. Boshqa sun'iy intellektlarni ishlatishga harakat qilamiz. Sekinlik bilan har bir sun'iy intellektning o'zining afzalliklarini men ko'rsatib boraman. Undan tashqari bevosita kompyuteringizdagi ma'lumotlar Word, PDF yoki boshqa bir ma'lumotlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash, ularga to'g'ridan-to'g'ri tahrirlab, ularni kerakli ma'lumotlarni sug'urib olish, ularga kerakli ma'lumotlarni kirgizish etaplarini ham ko'rib chiqamiz degan umiddaman. Bu esa kanalimiz hali endi rivojlanayotganligi sababli bunga mening bir oz vaqtim yetmasligi mumkin, lekin albatta men bularni hammasini sizga qo'yib borishga harakat qilaman. Siz bilan Smart Medical AI ustoz loyihasi bo'ldi. Salomat bo'ling.